Mana adamning ismi Hasan, ularning Husan egizaklari ham bor va bugun ikkalovligisini ham tug'ilgan kuni. Kichkinamni olib tezda tayyorlanib mehmonga otlandik. Borishim bilan ammalarim ishga tushib ketishibdi. Kimdir salat, kimdir issiq ovqat, kimdir stol bezatyapti. Albatta, men ham yordamga tushdim. Eng ajoyib kadrlardan biri bu oyim va nevaralarga bo'lgan mehr. To'g'risini aytsam, biz bunaqa erkalikni ko'rmaganmiz. Oyim menga va aka-ukamga judayam qattiq qo'l bo'lgan. Nevaralarga esa eng mehribon buva, qoyil. Dam esa qizimni vohliroq bog'chasidan olib keldilar va uy asta-sekin to'lib boryapti. Mana ular bugungi yulduzlar Hasan va Husan. Bolaligimda ularga qarab, qanaqa egizsizlar, umuman o'xshamaysizlar-ku derdim. Buni esa mana bir xilda kiyib olishdi. O'rtada esa dodam, ichimizda esa katta sog'inch. Rahmatli buvimsiz o'tayotgan birinchi katta bayram. Hammani bitta rasmga yig'ish sal qiyinroq bo'ldi, ammo uddaladik. Shunda ham yarim odamlar hali kelmadi. Va klassika eng qizig'i boshlanishida men ketishim kerak edi. Menga esa soat 5 gacha ruxsat edi. Shuning uchun hamma bilan xayrlashib, bolalarimni olib uyga qaytdim. Aynan shu yig'ilishlarda qanchalik baxtli ekanimni his qilaman. Sizning oilangizda egizaklar bormi? Izohlarda bo'lishing, obuna bo'lishni ham unutmang.